İmom Malik rahmatullohi alayhi aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari Nuh alayhisalomning kishtisidir. Har kimiki o'shanga chiqsa najot topadi, har kimiki pastda qolsa halok bo'ladi. Nuh alayhisalomning kishtisi har kimiki chiqdi najot topdi, har kimiki chiqmadi halok bo'ldi. Bir odam najot topaman desa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnati bilan najot topadi. Yillacha 3 yil, 4 yil, 5 yil zahmat etib topgan pulini, bir javonni, bir yigitni zahmatini bir ro'zda, bir yalay zot uchun qo'ydirib qo'ydi. Mutaassifonaki bu ro'z bizlarni jamiamizga, shariatni joyiga shunday bir alayda rasm rivojlar o'rtaga kelgan, murovvaj bo'lgan, mardum o'rtasiga topilganki, misliki Allohdan nozil bo'lgan shariatdek ko'riladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatlarini joyini olgan. Bu o'zi ham bema'no, bearzish. Na dunyoda ma'nosi bor, foydasi bor, na oxiratda. Shunday rasm rivojlar jamiada rivoj topgan. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Aytgining, yaqinan va rostdan va tahqiq mani namozim, ibodatim, zindaliyim, o'liyim hammasi Alloh uchun. U Allohiki Robbil alamin, tamom jahoniyonni parvardigoridir. La sharika lah, hech bir sharik yo'q u parvardigorga. Va ana avvalul muslimin, men o'zim avvalin musulmon deb aytgan. Shariat nima uchun kelgan? Kitobulloh nima uchun kelgan? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nimasi uchun kelgan? Payg'ambar bo'lib yuborilgan. Shu uchun kelganki, bizlar etikon amallarimizni, aytikon gaplarimizni boyat shuni bilan sanjish qilib ko'rsak, o'lchov ko'rsak. Shariat yaxshi bilan yomonni bilishlikka bir tarozudir. Bizlar bir zotni 1000 martaba yaxshi desa ham, to shariat yaxshi degan bo'lmasa, yaxshi hisob bo'lmaydi. Bizlar 1000 martaba biron zotni agar yomon desak ham, shariat yomon degan bo'lmasa, u yomon bo'lmaydi. Pas shariat bir tarozudir. Chunonki bizlar tarozu bilan dunyoda zotlarni o'lchaymiz. Bizlarni amallarimizni o'lchaykan, qavllarimizni, gaplarimizni o'lchaykan, buni og'ir yengilini bildiraykan, sahih va g'alatini bildiraykan shariatdir. Mizondir shariat. Shariat tarozudir. Pas shunga binoan musulmonlarga zarur. Men kalima o'qiyman deydi, namoz o'qiyman deydi, ro'za tutaman deydi, zarurki boyat amallarini shariatga barobar qilsalar. O zotiki shariatga muxolif va amaliki shariatga muxolif, o qavl va guftoriki shariatga muxolif, boyat undan ijtinob qilsalar. Va shuni ham bilishlik kerakki, bizlar shariatga amal qilishligimiz bilan, o'z-o'zni barobar qilishligimiz bilan bizlarga bad zot xohlangan emas, balki bizlarni nek baxtliyiz o'rtaga keladi bilan. Agar bizlar har andoza shariatdan sarfichilik qilsak, shariatdan uzoq tushsak, shariatga amal qilmasak, bizlarni badbaxtligimizga sabab bo'ladi. Pas bizlar musulmonlarga zarur zindagimizda har baxshida shariatga gardan qo'ysak, shariatga taslim bo'lsak, uni o'z-o'ziga hokim qilsak, u rasm rivojlar va an'analarga muxolif shariat jamiai islomiyda murovvaj bo'lgan, uni agar shariatga muxolif bo'lsa,
jiddiyat bilan o'z-o'zida qaytarsak, jiddiyat bilan jur'ati komil bilan boyad rad qilsak, u zotdagi shariat rad qilgan. Nima uchun? Bandalarni maslahati, bandalarni sulhi, bandalarni xayri shariatga munhasirdi. Dunyoda bizda bir qonuniy topa olmaymizki, bandani maslahatini rioyat etgan bo'lsa, shariatdan boshqa. Shariat tamomi baxshda bandalarni xayrini, bandalarni maslahatini murojaat etgan. U zotdagi shariat durust hisoblatdi, uni durust bilsay, uni yaxshi bilsay, u zotdagi shariat yomon qaror beribdi, uni boyab bizlar qabih bilsay. Nima uchun o'z-o'zi taklif etib qo'yaylik? Nima uchun o'z-o'zi zahmat qo'yaylik? Darholiki Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va ma ataakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu." O zotdiki sizlarga Rasul sallallohu alayhi va sallam bergan fakhudu fasizlar o'shani olinglar. Nima uchun o'zlaringizni zahmatga qo'yasizlar, taklifga qo'yasizlar? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytmagan ishni aytib bilasizlar. Va ma nahakum anhu fantahu. O zotdaniki sizlarni Rasul sallallohu alayhi va sallam nahiy qilgan fantahu, sizlar ham qaytinglar. Holiki jamiya islomida buni xilofiya. Ko'p zotlarniki Rasul sallallohu alayhi va sallam bizlarga yetmadi deb aytadi. O'zini taklifga qo'yadi, dunyoda ham zahmatga qo'yadi. Ko'p zotlarniki Rasul sallallohu alayhi va sallam aytdi deb yetmaydi. O'zini zahmati taklifga qo'yadi, ham dunyoda ham oxiratda. Dunyoda ham ko'p masraflarga, isroflarga duchor mubtalo bo'ladi. Shunday bo'ladi-ki, inshaalloh bahsi keyinida keladi. Yillacha 3 yil, 4 yil, 5 yil zahmat etib topgan pulini, bir javonni, bir yigitni zahmatini bir o'zda, bir yalay zot uchun qo'ydirib qo'yadi. Dunyoga ham zarar bor. Oxiratga ham zarar. Payg'ambar ham aytgan buni, Xudo ham aytgan. Imom Malik rahmatullohi alayhi aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari Nuh alayhisalomning kishtisidir. Har kimiki o'shanga chiqsa najot topadi, har kimiki pastda qolsa halok bo'ladi. Nuh alayhisalomning kishtisi har kimiki chiqdi najot topdi, har kimiki chiqmadi halok bo'ldi. Bir odam najot topamansa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnati bilan najot topadi. Bir nafar halok bo'lamansa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari arzish bermaydi. Mana haloklik shu dunyoda. Bir o'zaro zahmat etib topgan pulni bir o'z ichida, bir soat ichida masraf etadidan kuydiradi. Ham dunyoga halokatga sabab bu, ham oxiratga. O zotdiki din agar arzish bergan bo'lmasa, bizga ham arzish bermaydi. Masjidga nima uchun biz arzish beramiz? Nima uchun kelamiz? Nima uchun ehtirom ko'z bilan qaraymiz bizdan? Vahotiriki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam arzish bergan. Vahotiriki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga masjidga izzatini bildirgan. Shu jihatdan Haj Baytullohga nima uchun boramiz? Nima uchun boramiz? Yerda Hajarul Aswadni ilojini topsak o'pamiz. Nima uchun xonai Ka'bani tevaraydan bizga tavof qilamiz? Nima uchun? Vahotiriki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga bildirgan. Nima uchun boshqa bir kishvarga bormaymiz? Nima uchun boshqa bir masjidni tavof etmaymiz? Nima uchun boshqa bir masjidni borib uni qasd qilib haj qilmaymiz? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga bildirgan yo'q. Faqat komyoblik Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga bildirgan zotda, boshqa zotda emas. Shu jihatdan Hazrati Umar ibn al-Xattob Amirul Mu'minin radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar. Hajarul Aswadniki hoji sohiblar hajga borgan bo'lsalar, yo ko'rgandilar yo uzoqdan qaragandilar. Hajarul Aswadga aytadilar, qasam Allohga seni shu jihatdan o'pamanki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rganki seni o'piydi. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam seni o'pmasaydi, men seni hech vaqt o'pmaydim. Bilamanki sen bir toshdan boshqa zot emas. Bir toshga nima uchun arzish beriladi? Navbat yetishmaydi.
o'pishlikdan, qo'lini tegdirishlikdan o'shanga Hajarul Aswadga borishlikdan navbat yetishmaydi. Musulmonlar misli parvonaday tevaraydan aylanadi. Hazrat Umar roziyallohu anhu aytadilarki, agar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu ishni qilgan bo'lmasalaydi, men qilmaydim. Sen bir tosh, boshqa ish soat emas. Mana bu gapdan Hofiz ibn Hajar rahmatullohi alayhi Fathul Borida, Sahihul Buxoriyning sharhida bu gapni istinbot etgan. Hazrat Umar roziyallohu ta'ala anhuni gaplarida bu gap yoshirilib qo'yilganki, bizda boya diniy ishlarimizda shariatga taslim bo'lsin. Tamom ishlarimizda shariatga taslim bo'lsin. Nima uchun bizda namoz jumani 4 rakat o'qiymiz? 4 rakat o'qisa savob bo'ladi, 2 rakat nima vaqt bo'ladi? Nima uchun 4 rakat o'qiymiz? 2 rakat farz o'qiymiz. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sabit bo'lgan emas. Shuni darrov kelsam, men mulla aytsam, boshqa bir 4 nafar aytsa-ki, nima nuqsi bor? Shuni 2 rakat o'qiymiz, 4 rakat o'qiymiz. Nuqsiki bo'lmaydi. Shuni deyamiz bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Faqat har zotiki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sabit bo'libdi, o'sha bizlarga din, o'sha bizlarga kamyoblik. 4 rakat o'qigan namozi juma bo'lmaydi. Durust emas, sahih emas. 2 rakat o'qiladi farz. Faqat bizlar daqiq bilishimiz kerakki, bu qoidadir, katta qoidadir. Ki bizlarning kamyobligi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan payravlik qilishlik bilan bo'ladi. Mutaassifona ki buruz bizlarni jamiamizga, shariatni joyiga shunday bir alayda rasm rivojlar o'rtaga kelgan, murovvaj bo'lgan, mardum o'rtasida topilganki, misliki Allohdan nozil bo'lgan shariatdek ko'riladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatlarining joyini olgan. Bu o'zi ham bema'no, bearzish. Na dunyoda ma'nosi bor, foydasi bor, na oxiratda. Shunday rasm rivojlar jamiada rivoj topgan.